Bu 3-qo'ramizda, bu yerda общий qo'ra deymiz. Bu yerda Qirg'izistondan keltirilgan qo'zilar bor. Ozgina qoldi. Xudo xolasa bulardan ham ertaga yana yangi partiya keladi. Bular ham ichlarida hammasi yaxshi, soppa-sog', ukollari qilingan. Qirg'izistonning qo'ylari nimasi yaxshi? Qozog'iston, Qirg'izistondan qo'ylarni nimaga olib keltiramiz? Bu qo'ylar o'zimizning qo'ylarga qaraganda 3-4 oyda tezroq yetiladi. Bizning qo'ylarni mana shu jaydari qo'ylar bor, oddiy qo'ylar. O'zi hisori qo'ylar emas, jaydar, oddiy qo'ylar. Ular 6-7 oy boqsangiz, Qirg'izistondan olib kelgan qo'ylar tezroq yetiladi. Qo'zi qo'chqorlari shuning uchun yaxshi. Lekin o'zimizning hisorini, toza hisori ham 3-4 oyda yetiladi. Tozasi, uni tozasini kamroq odam sotadi, hamma ham sotavermaydi. Shuning uchun biz yaxshi qo'ylarni olib kelib, o'zimizning obunachilarimizga propagat qilamiz deydi. Ya'ni tavsiya beramiz. Jaydar tushuntirganda mana men ham Qirg'izistondan keltirilgan, kelganida 50 kilo edi. Mana 1 oy bo'ldi kelganiga. Hozir mana 8 kilo vesopdi. Ya'ni bu qanaqa nima demoqchiman? Hashida. Bular hammasi dalada yuribdi bu yerda, qo'lga qo'yaveramiz. Bularga yem bermaymiz. Chunki olgan odam yem bersa tez o'zgarishi uchun. Qo'llarni hammasi qilib qo'yilgan. Qisqasi bizda hamma qo'ydan bor, afg'on ham bor, arashan ham bor. Faqat yaxshisi bor, qari qo'y sotmaymiz. O'zimizga nima tavsiya bersak, sizlarga ham shuni ilindik. Qisqasi Qirg'izistondan olib kelgan qo'zi qo'chqorlarimizni ko'chada ishchimiz bo'yicha 100 ming, 105 ming sotilyapti. Bizda 90 ming, 95 ming sotilyapti, lekin bular doda partiya kelgan. Yaxshi qo'radan kelgan.